Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlarımizga Allohning bu go'zal salomlarini yo'llash bilan birga Tarixqa nazar programmamizning 7-sonini anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bu programmamizda Sharqi Turkistonning milliy azodlik rahbarlaridan marhum Muhammad Emin Bug'roning Sharqi Turkiston tarixi nomli kitobini diqqatingizga sunyapmiz. Biz oldingi sonimizda qadimgi turklarda davlat tashkiloti va huquq, qadimgi turklarda din qatorliq mazmunlarni huzuringizga sungan edik. Biz bugungi sonimizda 2-bob, ya'ni Sharqi Turkistonning xususiy tarixi degan bobini huzuringizga sunamiz. Yoqtirib anglashinglarni umid qilamiz. Mikrofon oldida qarindishinglar Qahira Qadiri. 2-bob Sharqi Turkistonning xususiy tarixi. Tarixiy ma'lumotlarni boshlashdan burun Sharqi Turkistonning jo'grafiyasini qisqacha ko'zdan kechirishni foydali ko'rdim. Chunki tarixning qilovuzi, ya'ni yo'l ko'rsatkichisi jo'grafiyadir. Sharqi Turkistonning qisqacha jo'grafiyasi. Sharqi Turkiston Osiyo qit'asining o'rtasiga joylashgan keng bir o'lka. Dunyo xaritasidagi o'rni 34 daraja 25 minut va 49 daraja 30 minut shimol, 73 daraja 25 minut va 96 daraja 46 minut sharqda bo'lib, sharq tarafda Xitoy va Mo'g'uliston, shimolda Sibiriya, Qozog'iston, Qirg'iziston Cumhuriyatlari, g'arbda O'zbekiston Cumhuriyati va Afg'oniston, janubida Kashmir va Tibetga tutishadi. Yer ko'lami 1.640.000 kvadrat kilometr bo'lib, buning ichida Taklamakan cho'li 445.000 kvadrat kilometr, Qumul cho'li 50.000 kvadrat kilometr, Altay cho'li 56.000 kvadrat kilometr, 6 shahardagi parcha cho'llar 550.000 kvadrat kilometr, yalang'och va muz tog'lar 155.000 kvadrat kilometr. Bu jami 761.000 kvadrat kilometr yer inson yoki hayvon yashash mumkin bo'lmaganlikdan iqtisodiy jihatda foydasiz bir qism hisoblanadi. Qolgan 879.000 kvadrat kilometr qismining 17.062.651 mo, ya'ni 1.066.416 gektar terilg'u yer, 867.775 kvadrat kilometr qismi yayloq va o'rmonliqdir. Sharqi Turkistonda bugungacha ilmiy usul bilan bir nupus sanash ishi ilib berilgani yo'q. 1945-yili Saqchi idorasi umumiy nupusni 4.10.925 kishi deb e'lon qilgan. 1946-yili buni 4.879.708 deb ko'rsatgan. Bu sonliq ma'lumotlarning hech biri to'liq bir statistik qiymat ega emas. Amaliyotda nupusning bu sondan qatma-qat ortiq ekanligida shubha yo'q. 1946-yildagi songa asosan Turk aymoqlari umumiy sonning 90%ni, Xitoy 4.4%, Tungan 2.6%, Moğol 1.31%, Shiva, Sulan, Manju va Rus bu 4 millat 1.23%ni tashkil qiladi. Har 10 kvadrat kilometrga 14 kishi to'g'ri keladi. Tog'lar. Pamir tog'lari yurtning g'arbiy chegarasida bo'lib, O'rta Osiyo tog'larining onasi hisoblanadi. Eng egiz yeri Tog'dunbash dengiz yuzidan 6218 metr yuksaklikda. Qaraqurum tog'lari Pamirdan boshlanib, yurtning g'arbiy janub chegarasini qoplaydi. Eng egiz yeri Egil Dapsang dengiz yuzidan 8548 metr egizlikda bo'lib, dunyo bo'yicha 2-o'rinda turadi. Qarang'u tog' Pamirdan boshlanib, yurtning janubiy chegarasini qoplaydi. Eng egiz cho'qqisi tog' Ota 7371 metr. Altun tog' Qarang'u tog'dan 82 daraja sharqiy shimolga so'zilib, ishki Xitoyga kirib ketadi.
Eng egiz cho'qqisi Qeqirtog 4068 metr. Tangir tağları Pamirdan başlanıp, g'arb va g'arbiy shimolda G'arbiy Turkiston va Qirg'iziston orasida chegaralik xizmatda bo'lib, Xon Tangri cho'qqisidan tortib, yurtni janub va shimol ikki qismga bo'lib, to'g'ri sharqqa qarab uzab ketadi. Eng egiz cho'qqisi Xon Tangri 7137 metr. Quruq tog' Tangri tog'laridan bosh agimda ayrilib, sharq-janub tarafga siljib ketadi. Eng egiz cho'qqisi Elsin tog' 2554 metr. Jungarya Allataq G'ulji viloyatining shimolida bo'lib, Sharqi Turkiston va Qozog'iston chegarasidir. Eng egiz yeri Ko'k Atan 2800 metr. Tarbag'atay tog'lari Cho'chak viloyatining shimolida bo'lib, Qozog'iston chegarasidir. Eng egiz cho'qqisi Savurmuz tog'i 3662 metr. Altay tağları Altay vilayetining shimol va sharqida bo'lib, Sharqi Turkiston, Qozog'iston va Mo'g'uliston orasida chegara tashkil qiladi. Eng egiz cho'qqisi Biyaluka 4540 metr. Muhim daryolari. Terim daryosi, ba'zilar Buzum, ya'ni Tarim deb ataydi. Turkistonning eng uzun daryosi bo'lib, uzunligi 910 kilometr. Qarqurum tağlardan başlanıp Terim, yani Lob Kölü'ge tökülüdü. Xotan daryası, Aksu daryası, Çerçen daryası ve Künçi daryası, bular 6 şehir dairesidagi daryolar bo'lib, Terim daryasının baş tarmoqlardan ibarettir. Ila daryası, buni zamanımızda Eli daryası deb atash odat bo'lgan. Ila daryası Tangir tağlardan başlanıp Balqash Kölü'ge tökülüdü. Suyunun köplüğü bilen birinci orunda turdu. Ertish daryası Altay tağlardan başlanıp Şimali Muz dengiziga tökülüdü. Sharqi Turkistonda bulardan boshqa cho'ng kichik eqin sularmi xili ko'p. Havo klimati asosan mo'tadil bo'lib, janubidagi tuz yerlarda eng yuksak issiq 38 Selsiya gradus, shimoldagi tuz yerlarda 33 Selsiya gradus, dengiz yuzidan tuban bo'lgan turpan o'ymonligida 44 Selsiya gradusning ustiga chiqadi. Tog' etaklaridagi issiqlik darajasi texmo tuvandir. Yuksak joylardagi issiqlikning 0 dan tuvanga tushishi bek az ko'riladi. Qor yomg'iri janubdagi tuz yerlarda bek az yog'adi. Hatto yil bo'yi hech yig'in yog'maydigan yerlarmi bor. Ammo shimoliy viloyatlarda va tog'liq joylarda yetarli yig'in yog'adi. Umuman yildan yilga qurg'oqchilik ortmoqda. Sharqi Turkiston boshqa Osiyo mamlakatlaridagi ziroat mamlakatidir. Muhim mahsulotlari bug'doy, arpa, guruch, qo'noq va boshqa har xil oshliq va yog'liq donlaridir. Mo'tadil balvoqning har xil yemishlaridan üzüm, alma, anar, anjur, o'rik, shaptul, nashput, amut, yanaq, kava, qapoq, badam, qo'g'un, tavuz, har xil o't yash ehtiyojiga yetgudak chiqadi. Iqtisodiy ziroatlari bo'lsa, paxta, kandir va chigi qatorliqlardan iborat. Ikkinchi iqtisodiy manbai chorvachilik bo'lib, ot, kala, qo'y, o'chka, to'ga, qechir va eshaklardan 18 million chorva mol bor. Bulardan elinadigan teri va yungmi muhim iqtisodiy manba hisoblanadi. Altun, kumush, temir, mis, qo'g'ishun, wolfram, molibden, arsenik, gungurt va grafit qatorliq madanlar mo'l bo'lib, bulardan ba'zilari hozirgacha kona usullar bilan qizib chiqariladi. Bulardan ko'pragi teqicha yer ostida ko'milib yotmoqda. Sharqi Turkistonda har xil xam ashyo intayin ko'p bo'lsa-mu, bugungacha mashinalashgan sanoat qurilgani yo'q. Asosan qo'l sanoat yoki yerim mashinalashgan usul bilan yipakchilik, to'qimachilik, teriqchilik, zilchi gilamchilik, zagarchilik va boshqa oddiy sanoatdan iborat. Tashqi tijorat Xitoy, Sovet, Pokiston va Hindiston bilan bo'lib, tovarlar yipak, paxta, yung, teri, tirik mol, gilam
va quruq yemişdan iborat. Oladigan mallar bo'lsa har xil mashina, kiyimlik raq, dora, bo'yoq, choy, zinnat buyumlari va boshqa pishiq mallardir. Ichki tijorat Janubning qo'l sanoat mahsulotlarini shimolga yo'tkab sotishdan iborat bo'lib, ko'p ahamiyati bor. Sharqiy Turkistonning tarixiy davrlari. Sharqiy Turkistonning millatdan ilgari 2000-yilida tömür va mis davrining zamonasiga loyiq eng yuqori bosqichiga yetib kelganligini va qo'shni davlatlarga tömür va qo'yuch, ya'ni po'latdan nas keraklar yasab sotganligini bilamiz. Sharqiy Turkistonning tarixiy davriga kirishini ana shu chaqlardan boshlangan bo'lishi mumkin deb tunisaqmi, afsuski bularni to'g'rilaydigan vasiqalar teqicha o'tirg'i chiqmadi. Shundaqla Sharqiy Turkiston tarixi haqida astoydil bir ilmiy tekshirishmi boshlanғаны yo'q. Shunga bugungi tarixiy materiallarga qarab, Sharqiy Turkistonning tarix davriga kirish zamonini miloddan ilgirki 7-asrdan burun boshlangan deb taxmin qilamiz va tuvandikicha 5 davriga bo'lib ko'zdan kechiramiz. 1. Rivoyatlar va qadimgi adabiy asarlarga ko'ra qadimgi tarix davri. 2. Hun birlashma davlatiga qo'shilishdan ilgirki davri. 3. Hun birlashma davlatiga qo'shilgandan tortib islom davrigacha bo'lgan orliqdagi davri. 4. Sharqiy Turkiston xonlarining islom dinini qabul qilgandan keyingi davri. 5. Manju istilosidan Shinshisay hokimiyatigacha o'tgan davri. 1. Bölüm. Rivoyatlar va adabiy asarlarga ko'ra Sharqiy Turkistonning qadimgi tarixi. Turkistonda milodidan bir qancha asr ilgirki zamonlarda buyuk davlatlarning qurilganligi rivoyatlar, adabiy asarlar va zamonaviy tadqiqotlar bilan isbotlangan. Faqat bu davlatlarning ismlari yoki soni, qanday qurilganligi haqidagi rivoyatlar va shuningga o'xshash materiallar bek oz. Hamda bular bir-biriga zid keladi. Bu davrlarga oid asos manba bo'lgan arxeologik tadqiqotlar turk yurtlarida bo'libmi Sharqiy Turkistonda bek oz amalga oshirildi. Uning ustiga qo'l kelgan materiallar ustida degandek ilmiy tadqiqotlar ilib berilmadi. Shuning uchun qadimgi tariximiz haqidagi ma'lumotlar ilm sohasida o'ziga yarasha o'ringa erishgani yo'q. Shundaq bo'lsa-mu Turkistonning u davriga oid hozir bor materiallardan ilingan ma'lumotlarning qimmati Eronning Peshdatyan afsonalaridan, Hindistonning Vedalaridan, Xitoyning 5 imperatorlik, 3 sulola hikoyalaridan, Roma va Yunon afsonalaridan ko'p ustun turadi. Chunki bu mamlakatlarning boshlang'ich tarixiy voqealari aqlga to'g'ri kelmaydigan xurofot va afsonalar, tabiat qonuniga uyg'un bo'lmagan mubolag'a va xiyoliy tasavvurlar bilan to'lganligini ko'ramiz. Vaholanki Turkistonning eng qadimgi davrlarga oid bo'lgan tarixiy ma'lumotlarda undaq mubolag'a uchramaydi. Bu haqda qo'limizga kelgan adabiy rivoyatlar va boshqa vasiqalardan muhtaram kitobxonlarga qisqacha ma'lumot beraman. Eron rivoyatlari. Eronning tarixiy rivoyatlariga qaraganda, millatdan 2000 yil ilgari Turkistonda Turan degan cho'ng bir davlat bor edi. Eron bilan bu davlat orasida yillarcha davom qilgan urushlardan keyin Turan davlati Eron va G'arbiy Osiyoni o'ziga qo'shib olgan bo'lsa-mu, keyincha mag'lub bo'lib chekinib chiqib ketgan. Eron shohlaridan Faridun va Munichakra bilan Turan xaqoni Afrasiyab o'tirsida davomli urush bo'lib turadi. Eron shohi Nozarning zamonasida Afrasiyab 40 ming kishilik bir qo'shin bilan Eronga besib kirib, Nozarni o'ldirib, Eronni qo'lga kirgizdi va 12 yil hukm surdi. Eronda yuz bergan og'ir qurg'oqchilik ofati va orqasidan kelgan ocharchilik sababidan Eronni tashlab chiqib ketdi. Zab va Kayqubat qatorliq Eron shohlari Afrasiyab bilan bir qancha qatim urushib, Afrasiyabni chekindirgan. Kaykavus dastlabda Afrasiyabga bo'ysunib,
baş to'lab do'stlik bilan o'tgan bo'lsa-mu, keyin aralari buzilib, ko'p qon to'kildi. Keykavusning o'g'li Siyavushni Afrasiyab dastlabda o'ziga kuyovg'il qilib olgan bo'lsa-mu, keyin uni o'ldiribdi. Siyavushdan keyingi Iran shohi bilan Afrasiyab o'rtasida bir qancha cho'ng urushlar bo'ldi. İran Afrasiyabdan urush maydonida intiqom ololmay, maxfiy odam yo'llab Siyavushning Turkistonda tug'ilgan o'g'li Kayxosravni ilib qochdi. Kayxosrav İran taxtiga chiqqandan keyin dadasining o'chini elish uchun millatdan burunqi 530-yili Afrasiyabga qarshi urush e'lon qildi va bu urushda mag'lub bo'ldi. Millatdan burunqi 529-yili İranlıqlar Afrasiyabni bir yo'shirin suiqasd bilan o'ldirdi va shuning bilan Kayxosrav Turkistonning g'arbiy qismini O'ra tepagicha besib oldi. Yunan kitoblarida bu joyni Krolopes deb ataydi. Bu hodisa natijasida turklarning ittifoqi buzildi. Lekin turklar fursat topsala, Kayxosrav besib olgan joylarga hujum qilishni davomlashtirib turdi. Lakrasirib zamonasiga kelganda turklar yana birlashib İranlıqlarni O'guz daryosining g'arbiy yoqasiga qadar haydab chiqadi. Lakrasirib butun hayoti bo'yicha turklardan mudofaa qilish uchun Balix shahrida tug'gan. Keyincha turk xaqani Arjasib Eron hujum qildi va bu urushda Lakrasirib o'ldi. O'rniga taxtga chiqqan Geshtasib Arjasibga basiliq to'lab, uning qo'l ostida Ironni idora qildi. Bu jarayonda Irondagi o'tqa cho'qqinadigan otashparastlikning ijodchisi Zardoshning tashviqi bilan Geshtasib Arjasibni bu dinga da'vat qiladi. Buningga g'azablangan Arjasib urush e'lon qiladi va uzun davom qilgan urushlardan keyin Geshtasib mag'lub bo'ladi. Arjasib uning qizlarini ko'ra ilib Turkistonga ilib ketadi. Oxirda Geshtasibning o'g'li Ispandiyar bir suiqasd bilan Arjasib va davlat kotillarini o'ldirdi. Shuning bilan turklar ta Iskandarning Ironni besib olganligiga qadar Ironga hujum qilganligidek bir kuchli davlat quramidi. Yuqorqi ahvollardan biz bu 2000 yillik zaman ichidagi Turkiston xaqonining Afrasiyab degan ism bilan atilib kelganligini ko'ramiz. Yana shunimi alayda ko'rsatib o'tish lozimki, İran rivoyatlariga qaraganda bu Afrasiyab degan kishining bir kishi ekanligi aniq. Lekin Kayxosrav zamonasidagi Xorazm urushida Bo'ktirma, ya'ni yo'shirin suiqasd bilan o'ldirilgan turk xaqonining ismining Ironliklar aytgandek Afrasiyab ekanligi boshqa manbalardami isbotlanadi. Buningdan ilgari turk xaqonlarini Afrasiyab deb atash rivoyatchilarning xatosi bo'lsa kerak. Qadrli qarindoshlar, shunday qilib vaqt munosabati bilan Tarixga nazar programmamizning 7-soni mushada oxirlashdi. İnşallah yangi son programmamizda ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Ijobatli duoyinglarda bizlar uchun duo qilishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.